Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan qanday qilib Python dasturlashtirish yordamida Telegram botlari, ya'ni sodda Telegram botlari yaratish asosini ko'rib chiqamiz. Ya'ni asosi deganimiz sababi bugun biz aynan Python dasturlashtirishda o'rganamiz, lekin Python dasturlashtirishda bittalab kod yozmaymiz. Menda tayyor kod bor. Buni buguncha sizlarga ko'rsataman. Agar qo'llab-quvvatlashda davom etsanglar, o'sha kod yozish jarayonini ham birma-bir ko'rsatib o'taman. Demak, boshladik. Birinchi o'rinda biz o'sha Telegram orqali botfazar botini topib olishimiz kerak. Mana ofitsialniy sistema mana galchkasi bo'ladi. Shunga kirib olamiz va startni bosamiz. Demak, biz birinchi o'rinda beradigan komandamiz new bot komandasini berishimiz kerak. Ana endi bizdan hozir so'rayapti botimizni nomini. Men yangi bot deb nomlayman va jo'nataman. Demak, ana endi biz botni linkini kiritishimiz kerak, ya'ni uni silkasini. Masalan, bu botda ham o'zining silkasi bor. Botfazar deb yozilgan. Lekin bizni botimiz bu botdan farqli. Nomini oxirida, ya'ni linkni oxirida bot so'zi bilan tugashi shart. Bu hamma uchun majburiy etib belgilangan. Demak, men yozaman yangi bot. Demak, bizga nima deyapti? Bu nom, bu link oldin qaysidir botda ishlatilgan deb aytayapti. Bizdan so'rayapti oldin ishlatilmagan silkani qo'yishimizni. Demak, yangi Telegram bot deymiz, lekin mana shu Telegramdan keyin aytaylik 00, aytaylik 1 yoki qanaqadir son qo'yib ko'ramiz. Mana, demak, tasdiqlandi. Bu nom oldin ishlatilmagan ekan. Demak, davom etsak bo'ladi. Mana bu raqamlarga e'tibor bersak, buni nomi token deyiladi. Bizga bu token keyinchalik kerak, ya'ni kodimizni mana shunga ulayotgan paytimizda kerak bo'ladi. Hozir kerak emas. Demak, ana endi biz keyingi o'rinda qiladigan ishimiz Google ga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, Google'imizni ochib oldik. Ana endi biz bu yerdan qidiramiz. Mana shunday qidirib olamiz va uni o'sha python.org asosiy saytiga kirib olamiz, ofitsialniy saytiga. Ana endi biz agar mana bu knopkani bosadigan bo'lsak, biz yuklab olishni boshlaymiz. Aynan o'sha Pythonni yuklab oldik. Bizga kerak bo'ladigan narsa bu Python. Ana endi biz buni ishga tushiramiz. Mana bu knopkani bossak ishga tushirish boshlanadi va mana shu qismiga yaxshilab e'tiborimizni qaratamiz. Mana bu bo'limga add Python exit to pass degan bo'limga biz galchka qo'yishimiz shart. Juda ham kerak bo'ladi. Bu bizga terminalimiz orqali, ya'ni terminal degani CMD keyinchalik ko'rsataman. O'sha narsa orqali Pythonga murojaat qila olishimiz uchun kerak bo'ladi. Keyinchalik sababini bilib olasizlar. Demak, hop. Bosamiz next install. Da. Demak, Python ustanovka bo'lyapti. Endi bu saytdan chiqib ketsak ham bo'laveradi, biz kerak emas. Python ustanovka bo'lyapti va hozir ishga tushishi boshlanadi. Demak, Python o'rnatilib bo'ldi. Ana endi bemalol biz uni ishga tushirishimiz mumkin. Close-ni bosib chiqib ketamiz. Ana endi biz nima qilishimiz kerak? Birinchi puskni ochib olamiz va qidiruv maydoniga ideal deb qidirsak, bizda ideal Python 3.14 deb bo'lim chiqadi va bunga e'tibor bermaymiz. Prosta men kompyuterimda Python 3.11 versiyasi ham bor. Menda hozir kompyuterimda ikkita versiya bo'lyapti-da. Shunda 3.11 bor, 3.14 hozir qo'shdik birgalikda. Ana endi mana buni ochishni bossak, bizda mana bunaqa oyna ochiladi. Endi bu oynada biz file knopkasini bosib, shu yerdan new file bo'limini tanlab olamiz. Bizda mana bunaqa oyna ochiladi. Ana endi biz buni qanaqadir fayl ochib, o'shani ichiga saqlab olishimiz kerak bo'ladi. Рабочий stoldan
yangi fayl ochaman. Создать и папка Telegram bot deb nom beraman va o'shani ichiga hozir biz saqlanib qilamiz mana bu faylimizni. Uning uchun birinchi o'rinda fayl и save as knopkani bosamiz va biz bu yerdan bemalol qayerga saqlanib qilayotganimizni belgilab olsak bo'ladi. Biz hozir papkamiz рабочий stolda bo'lganligi uchun men bu yerdan рабочий stolni belgilayman va рабочий stoldan men Telegram bot deb ochganman. Shuning uchun mana bu yerga Telegram bot deb yozib ochaman. Hozir men bu yerga bunday ochib olishim kerak. Emamidki aytaylik oddiy bot deb nom beraman va saqlaymiz knopkasini bosaman. Qarasakki bu yerda bot.py degan yangi faylimiz paydo bo'ldi. Papkaning ichida mana faylimiz paydo bo'ldi. Endi hozir dasturlashni boshlasak bo'ladi. Tak, bu yerda bizda tayyor kodimiz bor. Boya aytganimdek, agar qo'llab-quvvatlashda davom etsanglar, biz buni davomini chiqaramiz, ya'ni tak qanaqa dasturlanadi, qanaqa kod yoziladi, qanaqa ketma-ketlikda yoziladi, hammasi birma-bir ketma-ketlikda chiqadi. Endi buni hozir kopировать qilib olamiz. Eslatib o'taman, bilmaydiganlar uchun Ctrl+C fishkasi orqali buni kopировать qilib olamiz va bu yoqqa Ctrl+V orqali joylaymiz. Demak, bu bizni botimizni kodi, ya'ni uni backend qismi. Qisqacha kod, eng sodda bot uchun kod. Endi 2-3 ta joylarini nima ekanligini belgilab ketganman. Tugmalarni, mana bu yerda tugma turishi, keyin o'sha botni ishga tushirganimizda natijasini ko'rasizlar. Oddiy tugma yaratish va shunga o'xshash. Ana endi biz bu kodimizni ishga tushirishimiz uchun bizga kerak bo'ladi kutubxona. U kutubxonani qanaqa qilib ishga tushirishni, ya'ni kutubxona birinchi o'rinda qo'shib olishni ko'rsataman. Demak, biz Windows 11 ishlatadiganlar uchun bu oson bo'ladi. Windows 11 ishlatadiganlar uchun mishkamizni o'ng tugmasini bosamiz, ya'ni RM deyiladi. O'shani bosamiz. Va bosganimizda bizda Open in Terminal chiqadi. O'sha terminalni ochib olamiz. Demak, bizda ochib oldik terminalimizni. Hozir biz bu yerga yozamiz Python -m pip install bo'ladi. Install Python Telegram bot. Demak, mana shu yozib bo'lganimizdan keyin shuni bitta enter bosib olamiz va mana shu faylimizga o'sha Python Telegram bot kutubxonasi yuklanish boshlanadi va mana yuklash davom etdi. Bu juda ham tez jarayon bo'ladi. Ana endi bemalol terminaldan chiqib ketishimiz mumkin. Ana endi kodimizga e'tibor beramiz. Kodimizga e'tibor bersak, bizda mana bu joyda bu yerga token qo'yiladi deyilgan. Bu token nima? Bu token boya Telegramda olgan mana bu kodimiz, ya'ni mana shu token. Biz buni kopировать qilib olishimiz kerak. Ustiga bitta bossak avtomatik kopировать bo'ladi. Ana endi biz mana bu matnni o'chirib boyagi tokenimizni Ctrl+V orqali joylashtiramiz. Endi hozir men botimizni mana bu kodini ishga tushirishdan oldin avval botni ichiga o'tib olaman. Mana start bossam, hech biri bo'lmayapti. Mana hech narsa bo'lmayapti. Ana endi kodimizni ishga tushiraman va natijani birgalikda ko'ramiz. Demak, biz buni avval saqlab olamiz. Uning uchun Ctrl+C ni bossak, mana saqlanib bo'ldi. Ana endi biz bu kodimizni ishga tushirishimizdan oldin faylga o'tib olamiz va xuddi boyaga o'xshab terminal ochib olamiz. Ya'ni mishkani o'ng tomonini bosamiz, RM va Open in Terminalni bosamiz. Endi men hozir buni ishga tushirib olishim uchun yozaman. Python va joy tashab qanaqa nom bilan faylimizni ochgan bo'lsak, o'shani yozamiz. Masalan, aytaylik bu yerda bot.py emas, aytaylik yangi bot.py bo'ladigan bo'lsa, men yozaman yangi bot.py. Lekin menda hozir oddiy bot.py bo'lganligi uchun men bu yerga bot.py yozaman.
Agar siz nima deb saqlangiz qiladigan bo'lsangiz, mana bu faylingizni o'sha nom bilan yozasiz. Demak, Python bot.py ishga tushirdim. Demak, bot ishga tushdi degan yozuv chiqdi. Demak, botimiz ishga tushdi. Demak, hozir birgalikda sinab ko'ramiz. Start deb yozamiz. Ko'rib turganinglardek, botimiz ishlashni boshladi. Salom, quyidagi tugmani bosing. Salom tugmasi. Demak, bu yerda любой knopka bo'lishi mumkin. Uni bu yerdan koddan o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu yerda. Xo'p, salom tugmasi. Ya'ni mana bu knopka. Mana bu yozuv bo'lsa, bu yerda start bosgandagi ответ. Mana bu start bosgandagi javob beradigan qismi. Endi tugmani bosib ko'ramiz. Salom tugmasi desak, siz oddiy tugmani bosdingiz degan yozuv chiqishi kerak edi. Mana siz oddiy tugmani bosdingiz. Agar biz shu joyda tugmani o'rniga o'zimiz ixtiyoriy matn yozib, unga jo'natadigan bo'lsak, bu aytadi, iltimos tugmani bosing. Ya'ni hamma narsa kod bo'yicha amalga oshyapti. Demak, hamma narsa ishga tushdi. Hammasi joyida, bemalol ishlatsak bo'ladi. Lekin agar hozir biz terminalimizni X bosib chiqib ketadigan bo'lsak, biz ana endi umuman botimiz ishlamay qoladi. Hech narsa bo'lmay qoladi. Biz buni yana qaytadan ishga tushirishimiz uchun yana rm bosishimiz kerak, yana terminalga kirib olishimiz kerak va python bot.py deb ishga tushirishimiz kerak va ishga tushgan zahoti biz yozgan hamma narsalarga qaytadan javob berishni boshlaydi. Demak, biz tushundik, qanaqa qilib kutubxona qo'shishni, qanaqa qilib Pythonni skachas qilish, qanaqa qilib uni ishga tushirish hammasini ko'rib chiqdik. Keyingi videolarimizda biz aytaylik, bunga qanaqa qilib rasm joylashtirish yoki bu yoqqa descriptionlar qo'shish, yana shunga o'xshash botimizga qo'shimcha bezaklar va botimizni murakkablashtirish yo'lini ko'rib chiqamiz. Bugun biz masalan Python Telegram bot kutubxonasidan foydalangan bo'lsak, keyingi videolarimizda Egram kutubxonasidan foydalanishimiz mumkin va qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'lgan yangi botlarni yaratib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu darsimiz asosan Pythonda botni yaratish asosini o'rgangan bo'lsak, keyingi videolarda biz chuqurlashamiz va Pythonni yana qo'shimcha imkoniyatlarni ko'rib chiqamiz.